Assalomu alaykum, hurmatli Rainbow hamda Mabetco kompaniyalarini ijtimoiy tarmoqda doimiy kuzatib boruvchi fermer, klaster rahbarlari hamda hududiy distribyutorlar. Mana bugun 4-aprel Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidagi Indarama klasterini paxta ekilishi rejalashtirilayotgan ushbu maydonida bundan qariyb 10 kun avval Rainbow kompaniyasini Ridaun Extra gerbisidi tarkibida glifosat tuzlari saqlagan gerbisididan yuqori ish unumi yuqori bo'lgan sprinter purkagichlari yordamida ushbu maydonga 1,5 kilogrammdan sepilgan, sarf me'yorida sepilgan va sepishdan maqsad paxta ekishdan oldin o'tgan mavsumda unib chiqqan urug'i to'kilib qayta unib chiqqan ko'kargan ushbu bug'doy, arpa hamda boshoqlik 1 yillik va ko'p yillik begona o'tlarga qarshi qo'llanilgan. Mana bu samarasi. Eng ajablanarli tarafi ushbu maydonga ishchi eritma 80 litrdan qo'llanilgan. 250-300 litrdan emas. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rainbow barchasi o'sish uchun. Mabetco sifatga alohida e'tibor. Murojaat uchun telefon 55 kodi bilan 526 00.